Betonni suvdan gidroizolyatsiya qilmoqchimidingiz? Hamma bilganlaringizni chetga surib turing. Sizlarga Shvetsariyaning yangi gidroizolyatsiya mahsulotlari bo'yicha 3 ta juda ham katta yangilik bo'lgan mahsulotlarni olib keldik va sizlarga tushuntirib o'tamiz. Bu birinchi mahsulotimiz suyuq bitum bo'ladi azizlar. 2 komponentli. Bitonga tashqi tomondan surganingizdan keyin juda uzoq vaqtga, ya'ni 20-30 yilga elastik qatlamni hosil qiladi azizlar. Bir komponentli bitum quriganidan keyin ko'p holatlarda qattiq bo'lib qotib qoladi va agar beton qimirlaydigan bo'lsa yoki mikrotrishini beradigan bo'lsa, o'tdan уже suv qo'yib yuboradi. Bizning mahsulotimiz azizlar elastichniy bo'lib, 20 yil, 30 yil davomida elastichnisini yo'qotmagan holatda xizmat qiladi va 2 komponent bo'ladi. To'g'ri, mahsulotimiz qimmat, lekin qurilishda mahsulotni narxi emas. Azizlar, agar siz peridelka qiladigan bo'lsangiz, qanaqadir mahsulotni ishlatdingiz, keyinchalik agar u suv o'tkazib yuborsa, sizga bu 10 barobar